Mana har bitta o'quv jarayonimiz tugagandan keyin bizlarni demak hurmatli embriologimiz Gurkanbek bilan albatta maslahatlashib, qanday embrionlar hosil bo'ldi, sifati qanaqa chiqyapti, ularni genetik tahlilga qiladigan bo'lsak, yaroqlimi, yaroqsizmi, albatta bizlarni bolajonlarimizdan, embrionlarimizdan xabar olib ketamiz. Busiz iloji yo'q. Bugun ham sizlarga hozir bir lavhani ko'rsatamiz. Bizlarni chiroyli embrionlarimiz qanaqa hosil bo'layotganini, bizlarni yuragimiz bo'lgan ekoklinikani embriologiyasi bizda eng oxirgi оборудованиеlar qo'yilgan. Hozir embriologimiz Gurkanbek tekshiruv jarayonini amalga oshiryaptilar. Hastamızın 2 tane yumurtası vardı. Yunanın toplama işlemi gerçekleştirdi. Biz mikro enjeksiyon ve takibini gerçekleştirdik. Hasta özel tedavimizle bugün 2 embriyodan birisi 5AA. Kalitesi çok iyi. 5AA. İkincisi Gurkanbek? Bu embriyomuz da 5AA. 5AA. Pitching oldu. Pitching qilingan. Juda ham go'zal. Shunaqa eng zo'r mutaxassisimiz Gurkanbek embriologimiz bizga shunaqa chiroyli embrionlarni beradilar va inshaalloh ota-ona bo'lishga barchalariga nasib etsin patsientlarimiz. Rahmat.